Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Yangi 500 kiloliklarimiz chiqdi. Xudo xolasa mana ko'rishlaring mumkin. Juda ham ajoyib ishlangan. Eng hammasi eng qizig'i Cherokee balon va bomba. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, YouTube kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yaverasizlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bular juda ham arzon narxlarda qilib qo'yganmiz. Bilasizlar, biz optim narxlarda ham beriladi. Bodo kompaniyasi juda ham mana yangiliklarni juda birinchi o'rinda qiladi. Oldilari yetkizlik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bir tonnalikni narxi juda ham arzon. $1100 qilib beramiz. 6 ta akkumulyator, akkumulyatorga 2 oy garantiya. Manzilni bilasizlar, Qo'qon shaharida ichida, Vada kanalida oldida, bag'i Tang'aradan kirib kelishingizda, bag'i Qo'qon shahari ichida kirib kelishingizda Marvarid magazinda shunday yonida kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mashina deysizlarmi, chuqurdiraylik deysizlarmi? O'zbekistonda yangilik Jempe firmamiz eshiklaridan kelgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Arqa eshiklari ham ochiladi. Juda ham ajoyib ishlangan. Bagaj ham bo'ladi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu to'liq zaryadda indamay 90 kilometr bemalol yuradi. Shunday mana Bodo magazinda oldida Safarol magazin, Diksay magazin bemalol telefon qilaverasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa mana bemalol aloqalarga chiqaverasizlar. Telefonlar zikrlarlarda bo'ladi. Zapchastlar ham bor, nimalar. Bodoning eng katta bazasi mana shu yerda. Shu yerdan yuk tarqatiladi. Marvaridda oldida.